Otangni, onangni oldida hech qachon uf demagin deyapti. Agar uf deb qo'ygan bo'lsa, shu paytgacha otangizni, onangizni oldida tamomsiz. Najot yo'q. Tavba qilish kerak, qaytish kerak, uzr so'rash kerak. Agar o'sha uf degan paytingizda ota-onangiz hozir tirik bo'lmasa, o'tgan bo'lsa, mingbat tavba qiling, mingbat yaxshiliklar qiling, otangiz orqasidan nafil ibodatlar qiling, otangiz orqasidan xayri ihsonlar, yetim yesirlarga xayr hasanot qiling. Nimaiki qilsangiz bo'lsa, shu otamning nomidan deb ihson qilib Allohdan kechirim so'rang. Agar mana shu uf degan qog'oz ertaga dargohda amallaringiz taroziga qo'yilganda, gunoh tomoningizga qo'yilgan bo'lsa, najot yo'q birodarlar. Otani urish, otani qariyalar uyiga olib borib qo'yish, onani mensimaslik, uni qadrsiz qilish yada tursin. Uf dedingizmi? Tamomsiz.